Salom qadrdonlar, bugun mana shunday yomg'irli ob-havodan foydalanib, qayinsingiljonim bilan birga dalaga qo'ziqorin tergani yo'l oldik. Ob-havoni ajoyibligidan sizlar uchun bir ikkita kadr olishga qaror qildim. Mana shu mening qishlog'im bo'ladi. Men oddiy qishloq ayoliman. Qishloqda yashash menga juda yoqadi. Qishloqning tabiiy havosi, so'lim go'shalari, ajoyib tabiat manzaralari har kimning ko'nglini maftun etishi mumkin. Albatta, tabiat manzaralariga tomosha qila turib, qo'ziqorin izlashni ham esdan chiqarmadik. Yomg'irli ob-havoda kechki sayr juda ham ajoyib, qiziqarli sarguzashtlarga boy bo'ldi. Dala bo'ylab sayr qilib, qo'ziqorinlarni izlashga tushib ketdik. Ob-havo biram ajoyib, bulutli, kun sovuq ham emas, issiq ham emas. Bunaqangi ob-havo sizga ham aniq yoqqan bo'lardi. Albatta, qayinsinglim qo'ziqorin izlash bilan band, men esa ko'zlarim dovcha daraxtlarni izlamoqda. Endi ketaman deb turganimda buni qaranglar, mana yonginamdan qanday ajoyib topilma chiqib qoldi. Qo'ziqorincha oppoqqina, ajoyib, yangi chiqqan qo'ziqorincha. Mana buni esa egiz qo'ziqorinchalar ekan. Menimcha buni chiqqaniga ancha bo'lgan, ranglari ancha o'tkalashib qolibdi. Lekin buni yesa bo'ladimi, yo'qmi, uyga borib tekshirib ko'ramiz. Mana shu tarzda bizni sayrimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosib, podpiska bo'lishni unutmang.